Agar hozir 16 yoshdan 25 yoshgacha bo'lsangiz, bu videoni oxirigacha ko'ring. Chunki 26 yoshimga kelib o'rgangan bu 5 ta darsim ham hayotda, ham karyerada va shaxsiy rivojlanishda katta natijalarga erishishimga yordam bergan. Sizni ham hayotingizni o'zgartirishiga ishonaman. Xo'sh, aynan shu 5 ta darsni 16 yoshli o'zimga o'rgatgan bo'lardim. Xo'sh, birinchisi, 16 yoshdan keyingi bir necha yilda hayoting qanday o'zgarishini hal qilib bo'lasan. Achchiq haqiqat, lekin ulg'aygach, oila, ro'zg'or tashvishlari tufayli rivojlanishingiz bir necha karraga sekinlashib ketadi. Hozir ota-onangiz bilimingizga investitsiya kiritayotgan vaqtlari hamma keraksiz narsalardan chetda bo'lib, siz bor vaqtingizni o'sishga va rivojlanishga ajratishingiz kerak. Yoshlikdagi eng katta xato vaqt ko'p deb o'ylash. Aslida barcha buyuk shaxslarni yoshligini o'rganadigan bo'lsangiz, ular aynan yoshlikni agressiv o'sishga ajratishgan. Misol uchun Elon Musk 12 yoshligida birinchi dasturini yaratgan. Bill Gates 20 yoshiga kelib allaqachon Microsoft poydevorni qo'shni boshlagan. Warren Buffett esa eng birinchi aksiyasini 11 yoshligida xarid qilgan. Bilasiz, u hozir eng katta investorlardan biri. Eslab qoling, miyada bo'shliq bo'lmaydi. Har qanday bo'shliq yoki yaxshi yoki yomon ko'nikma bilan to'ldiriladi va 16 yoshligingizda miyangiz juda tez rivojlanadi va o'sishga moyil bo'ladi. Shuning uchun 3 ta narsaga e'tibor bering. Birinchidan, buyuk shaxslarni avtobiografiyasini o'rganing. Ularni nimalarga e'tibor qaratganini ko'rib, o'z hayotingizda tatbiq qilishga harakat qiling. Ikkinchidan, intizomni shakllantiring. Chunki muvaffaqiyatingiz birdaniga ko'p ishlashdan emas, balki kundalik kichkina qadamlardan tashkil topgan bo'ladi. Va uchinchidan, o'zingizni sotishni o'rganing. Muloqot qilish ko'nikmangizni birinchi navbatda o'stirishingiz kerak, chunki to'g'ri tanishlar sizni to'g'ri joyda bo'lishingizga yordam beradi. Ikkinchi maslahat, sen orzu qilgan hayotda yashamaydigan insonlarning maslahatiga kirma. Chunki o'sish vaqtingiz atrofdagilar juda aql o'rgatishga harakat qiladi. O'z tajribalaridan kelib chiqib sizga yordam berishni xohlashadi. Aslida qo'lingizdan nima kelishini faqat siz bilasiz. Kimdir turmushga chiq desa, kimdir farzandli bo'lish vaqti keldi deydi. Lekin eng yomon tarafi, insonlar sizni orzularingizni o'z qo'rquvlari bilan cheklab qo'yadi. Shuning uchun rejalaringiz haqida kamroq gapiring va faqat muvaffaqiyatli insonlarni kuzating. Kimni maslahatiga kirishni bilmasangiz, o'zingiz orzu qilgan hayotda yashaydigan insonlarning ro'yxatini ochib, ularni eng kamida YouTube'da kuzatishni boshlang. Uchinchisi, har yil, har oy va har hafta uchun 16 yoshingizdan boshlab rejangiz bo'lsin. 16 yoshimda juda ko'p mashhur va muvaffaqiyatli insonlarni avtobiografiyasini o'qishni boshlaganman va ularni qaysi sohadan bo'lishidan qat'iy nazar birlashtirib turuvchi faqat bitta narsa bor edi. Bu samarali time management. Har bir mashhur, muvaffaqiyatli, boy insonlar vaqtidan unumli foydalanishadi. O'zingiz e'tibor bering. Buning uchun rejangiz bo'lsa, iloji boricha tezroq o'sha rejalaringizni yopishga harakat qilasiz. Rejasiz kun esa qanday o'tgani bilinmay qoladi. Qisqacha bo'lsa-da, lekin aniq reja tuzib oling. Oliy maqsadingiz nima va haftalik rejalarni oliy maqsadga qarab bo'lib oling. Misol uchun, 1 yilda ingliz tilini o'rganmoqchisiz. Demak, siz 12 oy davomida General English ko'nikmangiz ustida ishlashingiz kerak. Rejangiz bo'lmagunga qadar bu shunchaki ingliz tilini o'rganish bo'lib turadi. Lekin necha oy beginner bosqichini o'qiysiz, qayerda va kim bilan shug'ullanasiz va 3 oydan so'ng qanday natijaga erishmoqchisiz? Aynan shu narsalarga e'tiborli bo'lib, rejalarni birinchi yillik, keyin oylik, keyin haftalik qilib bo'lib oladigan bo'lsangiz, vaqtingiz juda samarali o'tayotganini sezasiz. To'rtinchi maslahat g'alati eshitilishi mumkin, lekin nima qo'rqinchli bo'lsa, aynan shu ishni qilib ko'rishingiz kerak. Butunlay dunyoqarashimni o'zgartirgan mana shu grafik bor. E'tibor bering. Biz komfort zonasida bo'lganimizda hammasi qulay tuyuladi, lekin birozgina chetga chiqib, noqulayroq bo'lgan ishni qilib ko'rmoqchi bo'lsak, biz zona straha, ya'ni qo'rquv zonasiga tushamiz va aynan shu yerda ko'pchilik xato qiladi. Qo'rqinchlimi? Bo'ldi, unda qilmayman deb o'ylaydi. Aslida hayotimdagi eng katta o'zgarishlar qo'rqqan ishimni qilganim uchun paydo bo'lgan. Kontent qilish, telefonni olib birinchi videoimni yozish, onlayn maktabga asos solib birinchi xodimlarni ishga olish yoki sahnaga chiqib katta auditoriya oldida gapirish yoki tanlov juda kuchli bo'lgan xalqaro dasturlarga o'z kandidatimni yuborish. Eslab qoling, confidence comes after action, ya'ni o'zingizga bo'lgan ishonch faqat va faqat harakatdan keyin keladi. Shuning uchun maqsad qilib, har kuni biroz bo'lsa-da siz uchun qiyin, noqulay va qo'rqinchli bo'lgan ishni qilib ko'rishni qo'ying. Chunki qachon tayyor bo'larkanman degan fikr bilan butun umr ham yashab, hech qanday narsani qilib ko'rmaslik mumkin.
Va katta ehtimol bilan yoshimiz ulg'aygach, o'lim to'shagida yotganimizda biz insonlarning fikri haqida emas, balki qilib ko'rishga jur'atimiz yetmagan ishlar haqida achinsak kerak. Va 5-chi, eng muhim maslahatim, o'zingizni sotishni o'rganing. Muloqot qilish ko'nikmangizni o'stiring. Chunki achchiq haqiqat bo'lishi mumkin, lekin bu dunyoda eng bilimli, eng aqlli insonlar emas, balki o'zini kerakli joyda to'g'ri tanishtira olgan, kerakli tanishlarni orttira olgan insonlargina muvaffaqiyatga erishadi. Bugungi dunyoda communication skill eng birinchi o'rindagi ko'nikma hisoblanadi. Chunki har qanday sohada siz insonlar bilan muloqot qilishingiz shart. Siz juda ham bilimli bo'lishingiz mumkin, lekin o'zingizni to'g'ri ifoda qila olmaganingiz uchun atrofdagilar sizdagi potensialni hech qachon ko'rishmaydi. Shuning uchun hozirdan o'zingizda muloqot qilish va xarizma ko'nikmalarini o'stiring. Xarizma nima desangiz, bu yonib turadigan, boshqalarni o'ziga jalb qila oladigan inson bo'lish degani. Bu narsa tug'ma ko'nikma deb o'ylasangiz, adashasiz. Men ham birinchi marotaba qo'limga kamera olganimda yoki katta auditoriyada qo'limni ko'tarib savol berganimda oyoqlarim titrab, juda ham qattiq hayajonlanganman. Lekin sekin-asta siz uchun qo'rqinchli bo'lgan ishlarni ikkilansangiz ham bajaraversangiz, bu siz uchun odatiy holat bo'ladi. Misol uchun 2025-yilda 4000 ta odam oldida sahnada chiqish qildim va oldinlari 20 ta odam o'tirgan xonada savol berishga qo'rqqan bo'lsam, bu men uchun juda ham odatiy sahna bo'lib tuyuldi. Shuning uchun nutqni o'stiradigan maxsus kitoblarni o'qing. Do'st orttirish ko'nikmasini rivojlantiring, kamera oldida gapirishni o'rganing va presentation qilish ko'nikmangizni ham yaxshilang. Sizga yordam beradigan kitoblarni Linguabarno Telegram kanalimga yuklayman. Va bugungi videoda aytib o'tgan time management, ya'ni shaxsiy rivojlanishga oid kitoblarni tonnalab o'qimasligingiz uchun 7 ta eng muhim time management uslubi haqida alohida video tayyorlaganman. Mana shu havola orqali o'tib videoni ko'rishingiz mumkin. Keyingi videolarda ko'rishguncha, bye bye.